Kumushkon Parkent tumanidagi tog'li qishloqlardan biri. Bu yerda mo'jazgina, lekin katta ma'naviy kuchga ega bir maskan bor. Kumushkon kutubxonasi. Bu maskan ayniqsa qishloqning o'quvchi yoshlari uchun sevimli joyga aylanib ulgurdi. Kutubxonaga yosh, g'ayratli shifokor qiz yaqindagina Toshkent davlat tibbiyot universitetini imtiyozli diplomni qo'lga kiritgan Marjona Qiyomova yetakchilik qiladi. Uning asosiy maqsadi yoshlarni kitobxonlikka targ'ib qilish va ularda kitob mutolaasiga bo'lgan muhabbatni uyg'otish. Kumushkon kutubxonasining tarixi 2022-yilga borib taqaladi. O'sha yili Marjona Qiyomova Parkent tumani yoshlar faoli sifatida xalqaro tanlovda ishtirok etib, g'olib bo'ldi va grant mablag'lari hisobiga Kumushkon kutubxonasini tashkil etdi. Hozirda kutubxona 3 yildan buyon muvaffaqiyatli faoliyat ko'rsatib kelmoqda. Uning fondi 2000 dan ortiq kitoblarni o'z ichiga olgan bo'lib, shuningdek elektron kutubxona tizimiga ham ulangan. Qishloqning 3000 nafardan ziyod aholisi, jumladan 1,5 ming nafarga yaqin yoshlar ushbu kutubxona xizmatlaridan foydalanib kelmoqdalar. Kutubxonada har yili yoshlarning bilim va ijodiy salohiyatini oshirishga qaratilgan turli tanlovlar o'tkaziladi. Ikki buyuk daho, Zulfiya xonim izdoshlari, Men uchun sevimli asar, O'zbek tili kecha va bugun kabi ijodiy tanlovlar shular jumlasidandir. Yozuvchilarimiz ham nafaqat o'zidan kelib chiqib, balki butun xalqni dardini yozishga, butun xalqni ichidan o'tayotganlarni isbotlashga, yozishga harakat qilishadi. Yaqinda yoshlar oyligi doirasida o'tkazilgan Men uchun sevimli asar mavzusidagi ijodiy ishlar tanlovi o'z nihoyasiga yetdi. Ishtirokchilarning har bir asarga bo'lgan yondashuvi, tahlili va qalbdan yozilgan satrlari barchani hayratda qoldirdi. Yozgi ta'tilni mazmunli o'tkazayotgan qizaloqlar esa bir necha asarlarni o'qib ulgurishgan va bugun mehmonlarga jaranglatib, shirali ovozlari bilan she'rlar ham o'qib berishdi. Bugun tunda kelarmish bahor, derazangdan moralab asta, yo'l yuzingdan bo'lib shikasta, uzun qishga siltab qo'lini, ham qalbingdan boshlab yo'lini. 9 oyki kelarmish bahor, bugun tunda kelarmish bahor. Kitobxonlik madaniyati raqamli asrda ochiq suhbatga ko'chdi. Bugun Marjona loyihasi doirasida Toshkent davlat tibbiyot universiteti xodimlari ishtirokida kitobxonlik madaniyati raqamli asrda mavzusida ochiq suhbat o'tkazildi. Bu ham Kumushkonda tashkil etilgan kutubxonaning foydali tomonlaridan biri edi. Suhbat davomida o'quvchilar o'zlarining sevimli she'rlari va asarlari haqida ham fikr bildirishdi. Bunday tadbirlar yoshlarda kitobxonlik madaniyatini shakllantirish va ularning intellektual salohiyatini oshirishga xizmat qilaveradi.